Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Saodatning sabablari deb nomlangan darsimizni bugun 26-si. 26-sabab arzimagan narsalar seni sindirmasin. Oliy himmat bo'l. Mayda narsalarga parvo qilma. Odam bolasi bor ekanki, uni o'y fikrlari, g'am tashvishlari bo'ladi. Uni unday qilishim kerak, buni bunday qilishim kerak, onamga ulgishim kerak, mana ishim zaril, qolib ketmasin va hokazo. Xullas mana shu seni birodar tashvishga soladigan ishlar, arzigulik ishlar ham bor, arzimaydigan ishlar ham bor. Ya'ni tashvish qilishga arziydigan muhim ishlar bor va arzimagan mayda-chuda amallar bor. Ayrim odamlar ana shunday bir arzimas, mayda narsalar bilan aqllari band bo'ladi. G'am qilib kallasiga kiyib ko'tarib yurgan narsalar o'zi aslida bunga arziydigan ishlar bo'lmaydi. Ya'ni bu mayda narsalarni kallasiga ko'tarib yurgan odamlar himmati past odamlar deyiladi. Himmatsiz odam deyiladi. Bizni o'zbek tilimizda himmat desa faqatgina saxovat tushuniladi. Bu deydi oliy himmat odam desa, to'g'ri shu ehson qiladigan saxovat pesha odam tushuniladi. Lekin o'zi aslida himmat degan so'z nima o'zi himmat? Bir himmat qilib oling deydi. Bu degani ozgina ehson qilib oling deganida. Himmat degani oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Mana shu oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Himmatsiz inson qanaqa odam bo'ladi? Pastkash odam qanaqa bo'ladi? Suhbat qilamiz. Agar sen birodar himmatsiz bo'lsang, himmating past bo'lsa, dunyoda baxtsiz bo'lishga tayyor turaver. Chunki insonni saodatga olib boradigan sabablardan bittasi kishining oliy himmat bo'lishligi. Eng himmati past odamlar bu munofiqlar bo'ladi. Bularning holati juda ham tushkun holat, juda ham bir razil holat. Mana Qur'onda Alloh taolo bular haqida nima deydi? Astagfirullah va qalu la tanfiru fil har. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga qo'shin jamlab, ana shu Rumga qarshi chiqmoqchi bo'lganida aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Rasulullohning orqasidan chiqishlik degan ulug' sharaf turganda, bular issiqda chiqishlik deb o'ylayapti. O'ylagan g'ami o'zini jonini huzur halovati. Ana shu g'azotga payg'ambarimiz da'vat qilganlarida shu munofiqlarning kattasi nima dedi? Izanli va la taftinni. Menga Madinada qolishga ruxsat bering ya Rasululloh. Men Banu Asfarni ayollarini ko'rsam fitnaga uchrab qolaman. Ya'ni ana shu Rumliklarning ayollari chiroyli bo'ladi, ayollarga ko'nglim bo'sh, ularni ko'rganda fitnaga kirib qolmay. Bahonani qarang. Xandaq kunida shu munofiqlar nima deydi? Inna buyutana awra va ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Musulmonlarning ro'parasida 10 ming kishilik qo'shin turibdi Xandaqning orqasida. Ularning ro'parasida turibdi musulmonlar. Orqa tomondagi Banu Qurayza musulmonlarga xiyonat aniq bo'lgandan keyin munofiqlar o'zini huzurini, halovatini o'ylab Rasulullohning oldidan ketishlikni payiga tushib qolishdi. Nima deydi? Uyimiz ochiq edi. Orqa tomondan kelib qolmasin biroq. Holbuki uylari ochiq sochiq emas edi, ular faqat jang maydonidan qochishni xohlashadi. Rasulullohning oldida oliy himmat odamlar qoldi, lekin himmatsiz bo'lgan munofiqlar orqaga qaytib ketishdi. Munofiqlar nima deydi? Naqsha an tusibana daira. Biz ustimizga bir musibat kelishidan qo'rqamiz. Ya'ni bular qiylanmasligi kerak. Ular payg'ambarimizga itoat qilishadi, ergashadi, qachonki ularga bu narsa qulay bo'lganda. Ya'ni musulmonchilikka amal qiladi, unga yoqqan paytida nafsiga. Nafsiga yoqadi, amal qiladi, nafsiga yoqmay qo'ysa, chekkaga surib qo'yaveradi. Ya'ni uni foydasiga hukm bo'lsa, islom qozisiga boradi. Agar uni foydasiga bo'lmasa, islom qozisiga bormaydi. Birodarlar, munofiqlar eng himmati past bo'lgan odamlar bo'ladi. Bu munofiqlar faqat o'zini huzur halovatini o'ylagan. Uyi, joyi, qorni qursog'i, huzur halovati. Tamom. Boshqa narsa yo'q. Biz oramizda ham shunaqa odamlar yo'q emas.
Birovga foydasi tegmaydi. Birovning bir mushkulasini hal qilishga bir harakat qilmaydi. Jamiyatda bir foydasini o'ylash yo'q. Yo'q. Bunaqa ma'nolardan uzoq. Menga tegmanglar, men ham tegmayman. Men tinch qo'yinglar. Himmatsiz odam. Menga nima deydi-yu? Bo'lyapti mahallada noto'g'ri bo'lyapti, aroq sotilyapti, falonchi bir bezorlik qilyapti, falonchi buzyapti mahallani bolalarini. Menga nima deydi? Mana shu himmati past odam bo'ladi. Lekin himmati past bo'lgan odam o'zini huzur halovatini o'ylab uyda yashar ekan, bu odam baxtli bo'lmaydi. Qaranglar-da. Qarsiga chaluvdim, devordan qarsiga qaytdi. Sizdan qanaqa narsa chiqsa jamiyatga, bu borliqqa, shu borliqdan sizga shu narsa qaytadi. Tushuntira oladimi ukalar? Xudbinlik yaxshi narsa emas. Sal balandroq narsani mo'ljallash kerak. Mana shu oliy himmat bo'lish, mayda narsalar bilan ovora bo'lmaslik, yuqoriroq narsalarni maqsad qilib yashashlik insonni saodatli qiladigan omillardan bittasi. Siz jamiyatga yaxshilik ulashing, bu borliq sizga shu jamiyat yaxshilikni qaytaradi. Robbiz deb tushuning, siz borlig'ida ekanini shuni tushuning. Siz o'zingizni shukringiz uchun, o'zingizni huzur halovatingiz uchun yashang, jamiyatdan sizga xuddi o'shunaqa narsa keladi. Tanishing yo'qmi? Manaqa qilish kerak. Tanishing yo'qmi? Manaqa qilish kerak. Senda yo'qmi? Senda yo'q. Nimaga yo'q? Chunki sen hech kimga foydang tegmagan seni. O'shuning uchun seni kiming yo'q? Jamiyatga foydasi tekkan bo'lsa, o'sha sizdan foyda ko'rganlardan foyda qaytadi aytdi-ku. Qarsiga choluvdingiz, qarsiga qaytdi. Shunday choluvdingiz, shunday qaytdi. Siz jamiyatga nima bersiz, jamiyatdan shu narsa qaytadi sizga. Banasiga chiqib yotsiz, birov ko'rgani ham bormaydi, chunki siz borgan emassizda. Hashar qilsiz, birov kelmaydi, chunki siz borgan emassizda biror hashariga. To'g'rimi? Nomiga borib qo'yasiz, ikkigacha sekin jilib borasiz, kiyingizni ko'tarib. Bor shunaqalar ichimizda. Bunaqa odamlarda bor tashvishi, hozir aytayotganimizdek, yeyishi-yu huzur halovati. Bunaqalar haqiqiy bechora odamlar. Bunaqa odamlarda bor g'ami, o'zini huzur halovati, qonni qursog'i, idish tovog'i, uyi hangoma qasrlari xolos. Bunaqalar ko'zlarini ibrat osmoniga qaratmaydi. Fazilat yulduzlariga hargiz nazar solmaydi. Qaramaysizmi sahobalarni, tobiinlarni, ulug' insonlarni hayotini dini uchun, xalqi uchun, mamlakati uchun, vatani uchun bergan, Alloh taolo bularning ismlarini qiyomatgacha zikr qilinadigan qilib qo'ydi. Melish narsalar bilan ovora bo'lib qolishlik. Mashinasi 10 ming dollarlik mashina. 20 ming dollar sarfladi mashinaga deydi. Yangi olgan mashinasi 10 ming dollarlik mashina bir oyda ichida 20 ming sarfladi. Nima emish? Shaharda bitta bo'lib yursinmish. Himmat qarang. Himmat qarang. 10 ming dollarlik mashinaga 20 ming sarflab bordi. U karkasiyla qoldida uni. Mana shu oliy himmat odam emas. G'amni qarang, tashvishni nima ekan? Shaharda bitta bo'lib yursin ekan. Pulni o'zi topgandan keyin o'zi sarflaydi, biz ishimiz yo'q, lekin oliy himmat musulmon yigitga shunaqa qilish to'g'ri keladimi? Qarindoshlarda bordi muhtoj odam, o'sha 20 mingni 10 mingni berib qo'y, bermaydi. Chunki uni maqsadi nima? Primitivda. Hikmatli so'z birodarlar. Sultonni qasrida ishlaydigan ishchi. Sultonni nazarida qadrini qanchaligini bilmoqchi bo'lsa, o'sha saroyda ishlayotgan ishchi qarasin. Sulton uni qaysi ishlarga buyuryapti? Qaysi ishda sulton unga ishonyapti? Shundan bilib qo'yaversin sultonning nazardagi qadrini. Agar biz ham Alloh taoloning huzurida qadrimiz qanaqa ekanligini bilmoqchi bo'lsak, qaraylik. Alloh bizni nima g'amlar bilan band qilib qo'ydi? Nimalar bilan kallamiz band? Nimalarda orzusi umidida yuribmiz? Robbimiz bizga nima ishlarni buyuryapti? Qaysi ko'chada bizni ishlatyapti? Agar himmatingiz oliy bo'lsa, Robbi sizni yaxshi ko'ribdi. Ummatga, xalqimga, vatanimga foydam tegsin, jamiyatga bir foydali inson bo'lay degan balandroq narsani fikr qilayotgan bo'lsangiz, demak Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Ma'qulmi? Shu odamlar bor. Bir majlisga kelsa, borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi, o'lib ketsa, o'lgani ham bilinmaydi. Ya'ni hech kimga foydasi tekkan emas bu odamni. Shuning uchun birodar, kechagi kuningga qara, bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan bandmisan?
Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu. Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qana qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qana qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib olmasin. Himmatni balandroq qil, oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni dinni xizmatiga burgan bo'lsa, xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarbar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganining belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir. Befoyda narsa bilan kallasini band qilib qo'yadi. Demak, shu bandadan Alloh taolo yuz o'girdi. Birodarlar, oxirat hayoti talab qiladi va talab qilinadi. Dunyo hayoti ham talab qiladi va o'zi ham talab qilinadi. Kim oxiratni talab qilsa, bas dunyo hayoti uni talab qiladi, banda dunyodan rizqini to'liq qilib oladi. Endi kim dunyoni ila talab qilsa, bas u kishini oxirat talab qiladi, o'limi to'satdan kelib ushlaydi. Ulamolar aytishadi, odamlar bu dunyo matohiga qanchalar muhabbatli bo'lsa, hayotda shunga yarasha azob, g'am, qayg'uda yashaydilar. Oxiratni o'ylamasdan faqat dunyo matohi deb yashayaptimi? Muhabbati qancha qattiq bo'lsa dunyo matohiga, mayda-chuyda narsalarga qanchalar muhabbati qattiq bo'lsa, mashaqqati, azobi shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun birodar, saodatli bo'lmoqchimisan? Mayda narsalar seni sindirib qo'ymasin. Mayda narsalar bilan ovora bo'lib qolmagin. Mayda narsalar nima o'zi? Mashinasi chizilib qolibdi. Buraya aytdim, bu pul chizilib qoldi. Siqiladiki, u yog'i yo'q. Hakka raskalasa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni agar sen shu dunyoni arzimas matohini asosiy maqsad qilib olgan bo'lsang, baxtsizliging shunga yarasha bo'ladi. Qalbing kerak emas arzimas narsalar bilan band bo'ladi. Hayoling har yoqqa sochilgan bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqib yashaysan, zeb-zinat orqasidan quvib yurib yashaysan. Ishchi o'zini xo'jayinini oldida qadri baland bo'lishini xohlasa, bu ishchini tashvishi xo'jayinning buyrug'ini amalga oshirish bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'jayinning oldida qadr qiymatingizni ko'tarishni xohlaysizmi? G'amiz xo'jayinni rozi qilish bo'lsin, g'amiz buyruqni bajarish bo'lsin. Shunda xo'jayin sizni qadrlaydi. Allohni rozi qilishi birinchi g'amiz bo'lsin, qolgan narsani Alloh taolo nima qilib beradi? Tekizlab qo'yadi. Mana shunga o'xshagan mayda narsalar bilan qalbi band bo'lib qolgan odamlar qimmatli umrini, vaqtini nimalarga sarf qilayotganini qarang-da. Bunaqa mayda-chuyda narsalar bilan ovora bo'lgan, o'zbekcha aytganda melishni odamlar qarasang hali xotin bilan janjallashayotgan, keraksiz narsalarni muhokamasi, talash tortish bilan umr o'tayotganini ko'rasiz. Bu musibat bu. Bu musibat bu. Buni yo biladi yo bilmaydi. Bunaqa odamlarda oliy maqsad degan narsani o'zi bo'lmaydi. Yuksaklik intilish bo'lmaydi. Bolaradi bizga shu yetadi deydi. Bo'ldi. Tirikchigimiz o'tyapti, bo'ldi. Boshqa narsaning keragi yo'q. Sal bizga kerak emas. Bu himmatsiz past odamlarda bo'ladi. Bu borliq vakuumni ko'tarmaydi. Agar idish bo'shasa, uni ichini havo egallaydi. Bitta ko'zida suv turuvdi, suvni to'yib yubordingiz. Endi ichi bo'sh qoldi. Uning ichida havo bo'ladi. Bu nima degani? Agar birodar seni muhim, zaril va ulug' ishlar fikringni, qalbingni egallamasa, demak qalbingni mayda, razil, past narsalar egallaydi. Qaytaramiz. Agar seni qalbingni, fikringni muhim, ulug' ishlar band qilmasa, seni qalbingni mayda, razil, past narsalar band qilib qo'yadi. Ichingda oliy himmat yo'qmi? Demak, sen mayda narsa bilan ovora bo'lasan. Yosh yigitsan, biror sohani bilimdoni bo'lishga intil, yoki bir kasb hunarda bir mutaxassis bo'lishga harakat qil. Talabamisan, guruhingdagi eng birinchi bola, eng birinchi o'quvchi bo'l. Mana endi savol tug'iladi. Muhim, zarur, arzigulik deb o'ylayotgan narsalar haqida bir fikr qilish kerak. Men muhim, zarur, jiddiy, arzigulik narsalar bilan kallam ovora deyapsan. Endi o'sha sen muhim deyotgan narsalar tekshirib chiqqinda, haqiqatan ular muhimmi? Haqiqatan g'am qilishga arziydimi?
Diqqat qil bunga. Chunki sen shu muhim deb bilgan narsangga umringni sarflayapsan, vaqtingni sarflayapsan, vujudingni sarflayapsan, pulingni, rohatingni sarflayapsan. Agar sen muhim deb qilayotgan ishlaring arzimas bo'lib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Kasodga uchraysan. Qiyomat kunida payg'ambarimiz aytadilar: "La tazulu qadama abdi yawmal qiyomat hatta yus'an an umrihi fima afnahu." Qiyomatda bir bandani oyoq o'rnidan jilmaydi, 4 ta narsa haqida savolga javob bermaguncha. Qiyomat qoyim bo'ldi, 4 ta savolga javob berasan, keyin jilasan o'rningdan. Birinchisi, umri haqida so'raladi. Nimaga sarflading umringni? Muhim narsalargami, arzimagan narsalargami? Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi, yo'qmi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi? Va o'zini jismi haqida, jasadi haqida so'raladi. Nima bilan balolading jasadingni? Shuning uchun birodarlar, biz qaysi narsa muhim, qaysi narsa muhim emas ajratib olishimiz kerak. Bugun boring uyga, daftarni olingda yozing. Nimalar bilan o'rolib yuribsiz? Mana narsalar. Chizib chiqing. Mana muhim, mana muhim emas. Qarasangiz, yarmidan ko'prog'i o'zi muhim emas narsalar bo'ladi. Qaysi ishlar muhim emas masalan? Ya, donlar biz hammasi muhim, biz muhim emas. Futbolga ballashinglar bormi? Bor. Futboldagi natijaga qarab siqilib bo'g'ilishlik muhimmi, muhim emasmi? Nimaga muhim emas? Uxlamay ko'rasizlar-ku. Muhimmi shu, muhim emasmi? Siqiladi, svet o'chib qoldi. Srochniy diviziyaga olib kelish kerak. Mo Liga Chempionat finali bo'lardi. Yigitlar, qaranglar-da, muhim emas ish juda ham ko'p bizda. Va mana shu muhim emas narsalar bilan ovora bo'layotganimiz bizni baxtsiz qiladi. Himmat nima? Himmat bu qalb amali. Himmat insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Himmat insonni ichki quvvati. Endi mana shu himmat yo oliy bo'ladi yo past bo'ladi. Bu quvvat kuchli bo'ladi yoki zaif bo'ladi. Solihlardan biri aytadiki, himmatingni saqla. Albatta u hamma narsaning boshlanishi. Agar himmating to'g'ri bo'lsa va sen u himmatingga sodiq bo'lsang, qolgan hamma amaling to'g'ri bo'ladi. Himmating bormi ichingda deydi. Ya'ni yuragingda bir o'ting, shijoating bormi deganida. Yuragida shijoati, himmati bor odamlar invest tasha oladi. Yuragida himmati, quvvati bor odamlar sport zalga postoyanli bora oladi. Himmati oliy bo'lgan insonlar bo'ldi, to'xtatdim dedi. Qorinni yarmi to'ldi, bo'ldi, to'xtatdim dedi. Oliy himmat insonlar qila oladi. Ya'ni ichki quvvati borda, aytdik yo'q, himmat nima desa insonni harakatga keltiradigan ichki quvvati, ichki kuchi. To'xtata olmayaptimi? Demak, himmati yo'q buni. Himmat degan so'z tushundinglarmi ukalar endi? Himmat faqat nima emas ekan? O'zi avvalambor o'g'li bolaga birinchi navbatda ibrat bo'ladigan odam bu uni otasi bo'ladi. Xususan bir 10 yashargacha o'g'il bola uchun eng birinchi odam ibrat, ota. Agar ota oliy himmat bo'lsa, shijoatli bo'lsa, shu bir g'ayrati, ichki quvvati bo'lsa, haligindan ko'ra o'rganadi. To'g'rimi? Yotadi ota. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? O'sha mayda narsalar bilan ovora bo'lmaydigan odam. Oliy himmat inson bekor o'tgan umriga nadomat chekadi. Bugun o'tdi, bir pora Qur'on o'qiy olmadi. Bugun kun o'tdi, birovga bir yaxshilik qila olmadi, zikr qila olmadi, ibodat qila olmadi. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Past narsalarga ko'nmaydi. Ikkinchi sort bo'lishga ko'nmaydi. Doim birinchi bo'lishga intiladi. Boshqalar uchun xayol bo'lgan narsa u uchun yengil bo'ladi. Oliy himmat insonlar nodir bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi bunaqalar. Payg'ambarimiz aytadilar: "Tajiduna nasa ka ibli mi'a." Odamlar xuddi 100 ta tuyaga o'xshaydi. Bir to'p 100 ta tuya. La yajidu rajulu fiha rahilatan. Mingani bitta rohilasini topa olmaydi odam deydi. Odam ko'p, lekin himmati bor ekan. Oliy himmat inson jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmaydi. Oliy himmat inson o'zini qadrini yaxshi biladi. Kibr emas, g'urur emas, o'zini qadrini biladi. O'zini xor qiladigan o'ringa qo'ymaydi. Oliy himmat inson o'zini obro'yini, o'zini sharafini, o'zini mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, dadasini avtoritetiga, palonchini jiyani ekanligiga emas. Tushunarlimi? Men palonchini o'g'liman.
Men palonchini jiyaniman. O'sha odam himmati yo'q odam. Oliy himmat inson o'zini sharafini, obro'yini o'zining mehnatini ustiga quradi, o'zinikida. Dadasini puli bilan, dadasini obro'yi bilan obro' turganlar bor. Ferrari 18 yoshli yigit eshikni ochib olib oyog'ini tushirib o'tiribdi, kalitni o'ynatib. Hamma ko'rib turib 18 yoshli yigit Ferrari minib olibdi. Hamma qiziqyapti, qanaqa tijorat qilar ekan. 18 yoshda Ferrariga ega bo'libdi. Ferrari nech pul o'zi? Ferrarisi bor yo'qmi? Xullas eng qimmat sportli mashina hozir aka. Uka, nima kasbingiz bor, nima ish qilasiz desa, o'g'ilman deyapti. O'g'ilman deyapti. Ya'ni boyda bolasida, dadasi menda o'zi hech kim emas-da. Bu oliy himmat inson emas. Bu dadasi ertaga o'lsa, dadasining puli yo'qsa nol bo'lib qolaveradi. Shuning uchun yigitlar, haqiqiy oliy himmat o'g'il bola men palonchini o'g'liman deb kelmaydi. U shunaqa o'g'il bolaki, dadasi kekkayib yuradi, men palonchining dadasiman deb. Shunday ish qilib qo'ygan, shunday yashab qo'yganki, oliy himmat yigit. Ota-onasi uni atini aytib faxrlanib yurishadi. Bormi shunaqa himmat yigitlar? Urug'i siz atingiz aytib faxrlanadigan qilib qo'ya olasizmi? Demak, oliy himmat inson o'zini sharafini, hurmat obro'yini o'zining mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, falonchini farzandiman deyishlik ustiga emas. Innalloha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur va yakrahu safasifaha. Rasululloh aytadilar, albatta Alloh taolo ishlarning eng olisini yaxshi ko'radi, past razillarni yomon ko'radi. Birodar, oliy himmat bo'l. Hayotda seni past narsalar sindirib qo'ymasin. Unaqa mayda-chuyda narsalar bilan kallangni, qalbingni band qilma. Oliy himmat insonlar hamma ishda himmati baland bo'ladi. Ilm talabida ham himmati baland, ibodatida ham, haqni talab qilishda ham, Allohga da'vat qilishda ham, kasb-korda ham hammadan oldin bo'lishga harakat qiladi. Oliy himmat insonlar. Endi insonni himmatini pasaytirib yuboradigan narsalar ham bor. Insonni himmatini ko'taradigan narsalar ham bor. Himmatingizni yuksaltiradigan sabablar: ilm, basirat, oxiratni unutmaslik, o'limni eslashlik, duo, oliy himmat insonlar bilan hamsuhbat bo'lish, solih insonlar majlisida nasihatlarga quloq tutish. Shularni eshitgan, mana himmatinglar ko'tarildimi ozgina? Ilm majlisi bo'ldi-da. Ilm majlisi bo'ldi-da. Himmat ko'tarildimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya kunida mana Quraysh bilan sulhga kelishganlar. Umra qilgani keldilar, Quraysh kirgizmadi. Hudaybiya degan joyda Rasululloh Quraysh bilan sulhga keldi. Hudaybiya sulhi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Hudaybiya kunida u zot bilan kelgan 1400 odam qo'liga qo'yib bay'at berishdi. Agar Quraysh bilan jang bo'ladigan bo'lsa, tashlab ketmaysizlar. 1400 odam bay'at berdi. Ular ana shu bay'atlari bilan Allohning roziligiga erishdi. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Ana shu daraxt ostida sizga bay'at berganlardan Alloh rozi bo'ldi dedi Alloh Qur'onida. Ular muhimi mana shu joyda urush bo'ladimi, bo'lmaydimi muhim emas. Muhimi eng asosiysi Allohga bergan va'dasining ustidan chiqish. Boshqa narsa muhim emas. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, bay'atda turaylik dedi. Ana shu 1400 odamning ichida bitta odam kelgan edi munofiqlardan. U bay'at bermadi. O'zini qizil tuyasi bor edi, tuyasini g'ami bilan yurdi, tuyasini orqasidan yurdi. Tuyasini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Urush bo'lib ketadigan bo'lsa, tuyasi chiqib ketmasin qo'lidan. G'amni qarang. 1400 odam payg'ambarga bergan va'dasida turishlik g'am qilib turibdi, bu tuyasini g'amini qilyapti. Endi nima bo'ldi? Tarixda Rizvon bay'ati deb nomlangan mana shu bay'at tamom bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar, mana shu daraxt ostida bay'at berganlar jannatga kiradi, hammasi, faqat qizil tuya egasi kirmaydi. Ko'rdingizmi? Tuyasini g'amini qildi, mayda narsani g'amini qildi, jannatdan mahrum bo'ldi. Ulamolar aytishadi, Allohni rozi qilaman degan bandaga himmat kerak, ilm kerak. Himmat nima qiladi? Himmat harakatga boshlaydi, yuksaltiradi. Ilm esa uni yo'lini to'g'rilab turadi. Oliy himmat insonlar uchun odamlar xayol qilayotgan narsa bugungi haqiqat bo'ladi. Odamlar, "O, bolamikin" degan odamlar
turganda bu shu narsani qilib qo'yadi. Shuning uchun birodar, ishlaringni bir tekshirib chiq. Sen ular bilan ovora bo'lishingga arziydimi? Agar arzimaydigan ekanini topsang, ularni tasha. Shunda sen g'am tashvishlaring kamayib, o'zingni baxtiyor va xursand his qilasan. Saodatning 26-sababi arzimagan narsalar seni sindirmasin, oliy himmat bo'l.